Shuncha bergan bilimlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik imkoniyat, sharoitlar yaratib berib, o'zingizni farzandlaringizdek ko'rib olib yurganingiz uchun, hammamizga hech nimangizda qiziqolmadingiz. Darsga kelib shifo topib ketishimizga ham shunchalik sababchi bo'ldingiz. Rahmat, Xudo rozi bo'lsin sizdan. Sizni yaxshi ko'ramiz. Haqiqatan o'sha 10 kunda ichida juda ham biz uchun quvonchli kun bo'ldi-da. Oilamizdan ham yaqin bo'ldik bir-birimizga. Hamma bergan bilimlaringiz uchun, hech narsani ayamasdan, nima bilingiz bo'lsa hammasini bizga berdingiz, qizg'anmadingiz. Hattoki proseduradagi narsalarni ham o'zingizlar alohida masalan olib ishlatinglar, o'zingizlar uchun tez ham bo'lardi, hech narsa ayamadingiz. Ustozlarim bor, har doim duolarimda eslayman, ular qatoriga siz ham qo'shildingiz. Dilshod opa, men sizga rahmat aytaman. Shu kungacha bergan bizga hamma bilimlaringizga rozi bo'ling. Shunaqangi sizga mehrim tushdi. Faqat dars emas, faqat o'zingiz bilgan bilimlar emas, butun hayot bo'yicha bizga tajribalaringiz bilan bo'lishganingizga rahmat deyman. Chin dildan xursandman shu sizni ko'rganimga, taniganimga, bilganimga. Alloh nasib qilib qo'shilganligim, mana shu sizga rahmat deyman. Shu paytgacha hunarim yo'q edi, hunarli bo'ldim.